Assalomu alaykum va rahmatulloh hammaga. O'rtoqlar, biokimyo fanidan navbatdagi savolimiz bizda uglevodlarning hazm bo'lishi ekan. Uglevodlar hazm bo'lishi, ya'ni OKA tarkibida uglevod kirdi. Uglevod enterositlarda aynan SGLT, ya'ni natriy hamda glyukozaga bog'liq transport orqali so'riladi uglevodlar. Endi bizda mana shu uglevodlar so'rilgandan keyin qonga o'tadi. Qonga o'tib maxsus transportyorlar, glutlar bor. Mana shu glutlar ta'sirida tashilib qonda tashiladida hujayra ichiga olib kirib berish funksiyasini bajaradi. Glutlarning 14 dan ortiq turi bor. Bizda uglevodlarni tashishda aynan 5 tasi glut 1, glut 2, glut 3 hamda glut 4lar ishtirok etadi. Aynan bu glutni 4 tasi glyukozani tashiydi. Har biri o'z funksiyasiga oid. Masalan, glut 1 boshqa organ to'qimalariga glut 2, boshqaga glut 3, boshqa organ to'qimalariga glyukozani olib kirish funksiyasini bajaradi. Endi bizda glut 5 ham bor. Glut 5 aynan fruktozani tashishni ta'minlab beradi organizmda. Endi enterositlarda SGLT transportyorlar orqali ichaklarga o'tdi, qonga. Ichaklardan qonga o'tdi-da, endi ular keladi. Masalan, uglevodlarga glyukoza kiradi. Birinchi navbatda glyukoza, keyin fruktoza, keyin galaktoza metabolizmini ko'ramiz. Galaktoza hamda laktoza. Aynan mana shular uglevodlar hazmlanishi bo'lgan deyilganda mana shularni organizmdagi parchalanishi. Glyukoza glyukoliz reaksiyasiga kiradi-da, piruvatni hosil qiladi. Piruvat 9 reaksiyadan iborat. Piruvat esa asetil CoA hosil qiladi-da, Krebs sikliga kirib ketadi. Asetil CoA hosil qiladi. Endi mana bu fruktozamizchi. Fruktozamiz ham bizda fruktolizga kiradi. Glyukolizga kirdimi, bu fruktolizga kiradi-da, oxir oqibat nimani hosil qiladi? Mana bu piruvat moddasini hosil qiladi. Piruvatni hosil qiladi. Har biri keyin oxir oqibat asetil CoAni hosil qiladi. Galaktoza ham xuddi shu, laktoza ham sut tarkibida juda ko'p bo'ladi. Xuddi shu hammasini mohiyati bitta asetil CoAni hosil qilish. Asetil CoAni hosil qilishda mana shu asetil CoA Krebs sikliga kirib NADH hamda FADH-larni berib, NADH hamda FADH-larimiz elektron transport zanjiriga borib, u yerda energiya berish funksiyasini bajaradi. Endi bularning metabolizmini men shu uglevodlarga oid 7 ta darsimni, video darsni konspektini tashlab qo'yganman. Video darsini tashlamaganman, konspektini tashlab qo'yganman. O'sha kanalda yuqorida turibdi. Shulardan olib glyukolizni, fruktoza metabolizmini, galaktoza metabolizmini hamda laktoza metabolizmini konspektdan ko'rsangiz tushunib olasiz, nimadan nima hosil bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Video darsni ko'rmoqchi bo'lsangiz, biokimyo darslari kurslariga qatnashishingiz mumkin. Shu jarayon bo'ladi o'rtoqlar. Shuni ko'rib o'rganib qo'ying. Bu ma'lumot lekin yetarli emas. Aynan ularni aytib bo'lsam juda cho'zilib ketadi. Mana bu yerdagi reaksiyalar bor. Shunga konspektni ko'rib qo'ying. Demak, sizlar bilan Ozodbek bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.